Malibu mashinasini olib qo'yganmiz. Polni hadolarni mes qilib yig'ib beramiz. Nimalar qilyapti? Sizlarga bitta tushunarli bo'lishi uchun ko'rsatib o'tamiz. Mana polni nabor. Mashina naborni hozir shu Malibuga yig'amiz. Keyin sizlarga oxirida bitta rezultatini aytib o'tamiz mana. Nimalar qilyapti? Amal zatidan boshlaymiz. Amal zatlarimiz katta perdelka, perkachkali bo'ladi, gaz maslinli bo'ladi. Tepaga pastga ishlaydi. Bu amal zatini garantiyalarini ham beramiz. O'zining amal zatlari mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bir yoq tomonlama ishlaydi. O'qi ham kaltaroq. Uni o'qi uzunroq, tepaga pastga ishlashi uchun. Xo'sh, keyin sanni bloklarni alishib beramiz. Sanni bloklarni email qilib yig'ib beramiz. O'zining sanni bloklari slabi bo'ladi. Chidish-chidishlari oqib, yirtilib ketadi. Shuni hisobiga biz email qo'yib beramiz. Buni rezinkasining sifati bunikidan ancha yaxshi. Shuning uchun bunda yurishlari ham o'zgaradi. Keyin balkadagi vtulkasi plastmasli bo'ladi. To'g'risizmi? Ichida rezinkasi ham juda kam. Ishlash prinsipi bunda kam bo'ladi. Bizga qo'yib berayotganimiz mana bu Spark'ga orqa chulok vtulkasi bo'ladi. Rezinkasi ichi to'liq, ko'rasizmi? Buni ishlash prinsipi zo'rroq. Bunda kam bo'lganning hisobiga kam ishlaydi. Bunda zo'r ishlaydi. O'shaning hisobiga bu ham yumshoq qilib beradi. Har bitta detalni o'ziga yarasha ishlash prinsipi bor. Shuning uchun har bitta detalni qo'ysa, mashina shunchalik yumshoq bo'lib boraveradi. Xo'sh, orqadagi qulak vtulkalarni ham alishib beramiz. Plavshi bo'ladi bu. Bu plavshini Range Roverga ham qo'ysa bo'ladi. Bu budjetli variant. Ishlash prinsipi ikkolovniki ham bir xil. O'zining plavshi vtulkalari tez o'ynab ketib, g'ichilab ovoz chiqarib qoladi. Shuning uchun biz plavshi vtulkalar qo'yib beramiz. Keyin orqa amalizator va chashkasi. Mana chashkasi rezinkali bo'ladi. Orqa amalizatori buni ham perkachkali qo'yib beramiz. Rezvali bo'ladi. Bu ham tepaga pastga ishlaydi, gaz maslinli bo'ladi. Va orqa chashkasini ham merskini qo'yib beramiz. Keyin albatta podushkaga e'tibor beramiz, mana. To'g'risizmi? O'ynab ketgan. Hado qilgandan keyin podushkaga ham обязательно qarab olish kerak. Bu ovoz ham beradi. Podushka ko'pchilik ovoz bermaydi deydi. Bu o'ynab ketsa, yaxshigina ovoz ham beradi. Buni ham JMBdan qo'yib beramiz. Bu o'ynamaydi. To'g'risizmi? Bu o'ynab ketgan. Xo'sh. Oldi kalotkalarni, orqa kalotkalarni mana Hardron firmasidan qo'yib beramiz. Xudo xolisa JM bilan bemalol raqobatlasha oladi deb ayta olamiz. Zo'r chiqadi, sifati zo'r. Xudo xolisa mana yana bitta orqa qilich vtulkasi qolibdi. Mana orqa qilich vtulkasi ham. To'g'risizmi? Slavi bo'ladi. Hamma rezinkasi slavi Malibuda. Shuning uchun daqir-duqir ovoz chiqadi. Biz ham buni Merskini qo'yib beramiz. Buniki mana uncha o'ynamaydi. Mashina bordan keyin mashina haqiqiy Malibu bo'ladi, Copto bo'ladi borku. Shuna xizmat uchun bemalol pastdagi nomerlarga aloqa chiqib kelsanglar bo'ladi. Mashina borni cho'tki qilib yig'ib beramiz, mashina yumshoq bo'ladi.